Yo, sabahlar obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Yevro davrga sayohatni ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Bu safar dinozavrlarni oddiy ko'rib aylanib yurmasdan ularni ovlaymiz qirollar bilan. Bo'lmasa video boshlandi. Boshlab oldim. Hozir birin-ketin qirollarni sinab ko'ramiz. Xo'p, ko'raylik-chi bu qanaqa xususiyatga ega ekan. AVM bilasizlar? Xo'p. Ko'ramiz. Xo'p, qanaqa. Yo'qmish olar ekan. Yaxshi o'ylashni boshlaymiz. Aytgancha ichim to'la qirol va o'qlar. Hozir bilan hammasini ishlatib chiqamiz video. Ularni AVMdan hozircha termay turib, boshqa tezroq otadigan qirolda o'ldirish kerak. Okey. Yaxshi. Bo'ldi ekan. Yaxshi kunlaring. Muncha tez ketdi. Bu bolalar-ku ancha hujum qilmayapti bechoralar. Qani onalar. Bitta o'ldirdim. Baqirar ekan. Kalla 60 ta tursinmikan yoki mayli ketib qolsa. Ketdik. Eslasizlar o'sha mamtama. Mo'jja paylaydigani yo'qmi, yaqinlashtirib beradigan. Bitta o'ldirar. Men hujum qo'ydim narsaga. Kecha hujum qo'ysam. Bitta o'ldirdim. Xullas, buni sinab ko'rdik. Endi buni sinab ko'ramiz. Hozir buni ko'raylik-chi. Qanaqa ekan? O'shaning uchun yo'lda davom ettiramiz. Mana bolasi sirildi. Qoch. Hujumga o'tadimi? Qochadim biz. O'qlash kerak mayli. Bitta o'ldirar ekan, o'qi ham ko'p ekan buni. Kattasi turib qolsa. Hop, pusirdik. Mayli, yuraveraylik-chi. Buni yana bitta sinab ko'rgan bo'lardim, tez o'ldirar ekan chunki. To'xtaylik, buni ko'rmadik, hozir ko'ramiz. U anani cho'lda yuradigan. Sanay hujum qilmoqda. Hujum qilib qoldi. Kamrish kulgurmasdan o'lasa. Bolasimi bu? Yo'q, bolasimi? Katta-ku. Esiga kelib qoldi, baqirishi bo'layotganda. Nechta o'q to'lasam bu? Hujum qilyapti, bolalar tepaga chiqib olamizmi deyman. Tez yuguradigan qobiliyatini yo'qoldi qoldi. Daraxt. Bo'ldi aka uzr bilmasdan. Aka jonim bo'ldi. Mana turq tepaga chiqib qoldim. Meni uni payla olamizmi ekan? Bitta joy turay. Hop, yaxshi. Qo'yarkan. Buni o'qini olmaymizmi biroq? G'alaylik qilib qo'ydim yoshcha. Dayt mashinaga bazukani ishlatib ko'ramiz. Qishq ketdi. Okey, bo'ldi. Bitta joyda turing, brat. O'lish xolasangiz turing. O'lish xolasi. Portlatdi, lekin blokga bo'lmadi. Endi ko'ramiz buni. Hop. Yaxshi. Bo'ldi. Ketdik pastga tushaylik. Hozirgina seni otangni o'ldirdim. Seni mashin bilan o'ldiraman.
Bir doktorlu. Headshot. Hop ko'raylikchi buni ham. Hop, bizning qobiliyatimiz bor ekan qurollar bo'yicha. Bo'ldi. Ketdik. Dayt kattaroq dinozavrlar chiqsin tezroq. Ana kattasi paydo bo'ldi. Ko'rma bo'ldi. O'g'lim, sen shunchalik meni ko'rmayapsanmi? O'qimni ta'sir qilmadi. Kam olding. Kichkinalarni xafa qilishadi. Motor ketdi. Nega borda ekani ko'rinmadi? Ko'rdik, men bilan o'ldiramiz. Bitta o'ldirdi. Qani ko'rchi buni bira? Okey. O'qini shomad. Bolachasi ekan. Ichidan so'y bilan molli go'sht chiqargan. Nima bular molmi? Bizani qo'rqitgan bolakay. To'xta, sana mamda bitta to'xta olsam, chiqami. Neto atordik yoki bitta to'xta olmaydi bu. Menimcha qaysi biridandir bittasi. Ketdik. Let's go baby. Geç. Qushcha. Ikkita qushcha, tuya qushchalar bu yoqqa keldilaring. Yo, kemalaring hazırlash. Bu ikkalasi tezroq o'qilay, men. Salom. Chiq deb uncha sekin bile. Xile nogiron. Bilan kumirgan qoch. Qochildik. Bekor ikkita tuya qushchalarga hujum qilib qo'ydik. Ularni yeb qo'ydi. Voy kalar. Bo'pti, zombilar ham chiqishni boshladi. Zombilar. Ne bular olmayapti bittada? Yoki shunchaki portlash demoqchi. Onajonim. Sklet mashinam. Ko'ramiz. Ko'rib, o'qini katta qisirligini ko'ringlar, drabobekka o'xshayapti. Bechara zombi anuli. Bittasi o'ldi. Kim seni tabak qilamiz yoki seni shashlik qiladi? Nega men uxlamayapman, aytaman. Yo'q, o'laman. Qattama. What? Tabak qilamiz dedim, mana tabak. Shuni oxirida istaymiz. Mana ichida oldin birinchi qismini so'rib olqing. Mana ishlatamiz. Bo'ldi, yo'qol. Mana ishlatdikmi? To'xtaylar. Buni ishlatmadik menimcha. Bo'pti. Mana bundan boshlaymiz ishlatish. Zombilarga qarshi men. Bo'larkan, kam bittasini o'ldirib tashladik. Yaxshi bo'larkan-ku shunaqa. Bittasini. Bor yo'qol kichkinasan hali. Yoshlik qilasan. Suvda yugurish qobiliyati. Endi o'tdan chiqolmayman. Chiqaman. Lekin men mana bu aslahani ko'rmabman. Otey. O'ldir. Men shunga loyiq. Cho'ta, buni ishlatdik-a? Ekan. Buni ishlatmadik. Bu bitta o'qni yorar ekan. Yo'q, kichkina zombidan qo'rqaman. Mayli, jim turma. Sharinga oyog'im. Bo'pti, ko'r, tez.
Bu yosh tez o'tar ekan. Bo'pti, ko'rib olaylik. Okey. Voy, bu ko'rmaysanmi? Ko'rmadik. Ana oltin bronyaviy. Nima bu g'alati ekan, yo'qmi? Buni ko'ramiz. Hop. Buni ko'rinmadi deb bora qol. O. Davay kellaring deb bo'yni yoraman. To'g'ri. Chiqqan qilosam muncha tez tugaydi. O'zimiz zombilarni o'ldirmoqchi edik. Anaqalarni o'ldirmoqchi edik, lekin dinozavrlarni o'ldirmoqchi edik. Buni ishlatdimmi yo'qmi? Ishlatdim shekilli. Stop. Bolalar, obunachilar, qizlar, hayron qolaman-da. Shunday videoni ko'rib turib, like va podpiska bosmaysizlar. Все, bugundan boshlab like va podpiska bosmaganingizga qushlar o'zining sog'lig'ini tashlab ketsin. Shuning uchun bitta like va podpiskani jalka qilmanglar. Ne bilmayman. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozir yana orqamdan kimdir mani. Ana kirsam topildi. Haqiqiy taroradi bu mani. To'xtaylar, buni ishlatdikmi? Ishlatmas, bunachi. Xo'p, bunachi. Nima qildi? Ko'rmaychi ekan. Hop, do'stlar, bugungi video shu joyda nihoyasi. Mana Yusufga ishlatmaganmiz, ketdik Dravabekka ishlatishga. Zo'r romantik e'lonimiz qo'ygan. Dravabek. Ko'r tez. Hop. Hammaga qara. Okey, o'qini chiqarib ko'r. Buni ham o'qini ishlar ekan. O'xshatib. Mana qo'yat ertalab tushyapti, lekin ertalab tushayotgan payt video tugaydi.